Voycan, ağır gitti. Nima bu? Neymiş ki gülüsüler? Gülüvatsızlar o. Bu beymani çakçakını kim kıldı? Sizler mi? Bu beymani çakçak emas. Biz moyum tecrübe ötküzatımız. Nima? Bu narsani nimaga keragi bor? Darhol ilib ketinglar. Nima qilyapsiz? Bu o'qitish qurolini muallim bizga yasab bergan. Biz shundoq. Bu eski narsimi o'qitish quroli bo'ptimish. Men deb jo'layapsiz. Muallimga qaratish ruxsat yo'q. Hey, ballaq qani? Şar bilan chiqilib bo'lmaydi. Chunki olam boshlig'ida havo yo'q, lekin raketa bilan chiqilib bo'ladi. Raketa? Mana bu 19-asrdagi raketa. Biroq ular nihoyatda oddiy, sirtdan qaraganda u xuddi o'yinchiqqa o'xshaydi. Shundaqdimi, shu chaqda Solkoveski olam boshlig'iga raketa bilan chiqilib bo'ladi deb kesib aytgan. Men zodila uqamadim. Siz nima bunday kesib aytadigansiz? Chunki men ta'tir harakatlantirgich kuch qoidasini o'rgangan. Ta'tir harakatlantirgich kuch qoidasi? Suv paloq bilan ishtirilganda kema uning aks ta'sir orqali ilgirlaydi. Qushlarning qanoti bilan havoni ishtirib o'xshashli aks ta'sir orqali ilgirlaydi. Lekin bu qonuniyat olam boshlig'ida emas, u yerda havomi, suvmi yo'q tursa. U shundoq. Qushlar bilan kema ilgirlamaydi. Olam boshlig'i bilan aks ta'sir qoidasi o'xshash bo'ladi. Qoida aeroplan bilan reaktiv aeroplan havodan foydalanadi. Men tushunmadim. Men buni misol qilib so'zlab beray. Mushinimi? Qara. Shardagi havo o'zliksiz siqib chiqariladi. Ana shu kuchning aks ta'siri bilan shar uchadi. Raketaning qoidasi mana shu. Havoning sirkilishi bo'lmagan bo'lsa, raketa texnik tez uchgan bo'ladi. Hey, nima ko'rsa? Sharni olam boshlig'iga chiqib sinab baqay. Unda qilsang bo'lmaydi. Nima qilmaydi? Vakuum olam boshlig'ida shardagi havo biroqli chiqib ketadi, shar etilib ketadi. Siz menga rezingi sharning qoidasi raketanikiga o'xshash degandingiz-ku. Hey, sen tek tushunmabsan. Men yenim tafsil so'zlab beray. Atrofni havoliq bo'shliq o'rab turganda sharning ichidagi havoda ko'pish kuchi hosil bo'ladi. Shundaqla boshqa bir kuch ta'tir yo'nalishda rol o'ynashga boshlaydi. Emis kimini ko'z jism bilan sinab qiling. Yili Solkoveski ilgirki tadqiqotlarini yakunlab, raketa olam bo'shlig'i va makon to'g'risida tadqiqot maqolasi yozib, olam raketasining tuzilishi bilan iqtidorni tafsil bayon qildi. Hamda bir formulani o'tirg'i qo'ydi. Matematika nuqtasidan olam raketasining harakati to'g'risidagi teoriyani ishlab chiqdi. Keyin uningga Solkoveski teoriyasi deb nom berdi. Maqolda raketaga portlatgich dori ishlatmaslik, balki suyuq jismni yiqilg'i qilish kerak degan qarashni muayyanlashtirdi. Bunday bo'lganda klapan orqali o't oldirg'ili, uchargili bo'lib qolmay o'tni tanshigilimi bo'ladi. Shundaqmi? Havosiz olam bo'shlig'idimi yondirish uchun yiqilg'iga yana suyuqlantirilgan oksigen aralashtirish kerak. Mana bular jurnalga besilsa, kishilar olam bo'shlig'i sayohat qilishning xomxayol emasligini biladdi. 5 yildan keyin bu maqola ilmiy obzor nomli jurnalga besildi. U 1903-yili yana Akovga raidlar o'zlari kashf qilgan ushquchi birinchi nomli aeroplanni tunji qatam uchirgan yili edi. Ayni chaqda bu aeroplan minutiga 260 metr uchadi. Bu olam bo'shlig'i intilgan Solkoveskini qattiq hayajonlantirdi. Lekin mutassib tekshirlar Solkoveskini hadab ayblayverdi. Jurnalning tekshir bo'limi taqaldi. Jurnal butunlay musodir qilindi. Aradan 8 yil o'tganda Solkoveskining maqolasi qayta nashr qilindi. Uning tadqiqot qimati e'tiborga erishdi.
urush partildi. Urush kishilarga nomratliq elib keldi. Jamiyat bag'ansiri davolg'ib ketdi. Solkovskiy 1916-yili Yer sharining sirtida degan ilmiy fantastik romanni yozdi. Romanda ba'zilarning raketani sinab qilib, olam bo'shlig'iga sayohat qilganligini, andin oyga borganligini, ularning texi bayqalmagan sayyorni tekshirib, Marsga yaqinlashganligini, eng oxirida Yer shariga qaytganligini tasvirladi. Bu roman Solkovskiyning yangi zamin echish uchun har vaqt izlanganligini aniq ko'rsatdi. Bu tuxum konservasiga. Shundoq. Tuxumni suyva konserva qutisiga selib pastga tashlaganing ilmi esingdimi? Fizikalik yer shari xonasida eg'liq kishi qilchi sezilmaydi ekan. Konservani sinab qilganimizga o'xshash. Bu eg'liqni yo'qotish holatimi? Xuddi suvda o'zgandekli bo'ladi ekan. Siz bek tirishchankansiz. Meshadimi o'rganayapsiz? Mana bu quyosh nuridan foydalanadigan sun'iy gullik. Shu orqali oksigen bilan oziqlikni to'liqlig'i bo'lamdi. To'g'ri. Ha, olam kiyimim tayyor bo'ldi. Oldin uqtirlig'iga tamamen o'xshashga. Olam kiyimini kiyib baqaychi. Siz uchun yuqori bo'lgan eng yangi nodir filmlarni ko'rmoqchi va tushunmoqchi bo'lsangiz, O'zimni to'xtamayapti. Olam kiyimini kiyib kelgandan har qancha qilib boshqaramayapti. Nima degan xatarlik. Unutma, bu degan olam bo'shlig'i. Qaraganda bu kiyimni kiymagan tuzukka. Hey, nim! Buni roman qilib yozsam, ilm-fanga qiziqmaydigan kishilarni o'qib, olam bo'shlig'iga qiziqadigan bo'ladi. Uning ustiga kitob ko'proq setilsa, turmushimni yaxshilanadi. Solkovskiyning bu orzusi Rossiya imperiyasi yo'qotilib, Oktyabr inqilobi g'alaba qozongandan keyin andin amalga oshdi. O'qituvchilik xizmatidan istifa berib, butun zehnini o'zi yaxshi ko'radigan tadqiqot xizmatiga qaratdi. Olam bo'shlig'i tadqiqot plani bag'ansiri kengayib ketdi. Olam bo'shlig'i sayohatining ehtiyoji sababli u olam bo'shlig'i bekiti yasab, uni baza qilishni o'tirg'i qo'ydi. Solkovskiy yana ko'p uygulik raketani tasavvur qildi. Bundaqda yiqilg'usi kuyib tuyigan uygular tushib qilib, eng oxirgi uyga nishonga yetib boradi. Hey Ras, men sizdan bir narsani so'ramoqchi edim. So'raymi? Qani so'ra. Siz olam bo'shlig'iga berib boqmagan, olam bo'shlig'ida sayohatni qilib boqmagan tursangiz, bularni qanday o'ylab topdingiz? Bu ish bola vaqtimda bo'lgan edi. Shu chaqda men jiroqdagi narsalarning orlig'ini o'lchmoqchi bo'lgan edim. Shuning bilan o'zim yasagan o'lchash asbobi orqali kuzatish minorasi bilan o'zimning orlig'ini o'lchagan edim. Natija 300 metr bo'lib chiqdi. Keyin men chamdab baqsam, degandek 300 metr ekan. Bu o'lchashning to'g'riligini isbotladi. Shundan e'tiboran to'g'ri nazariya orqali qo'lga kelgan natijaning cho'qim to'g'ri bo'lganligiga ishondim. Yaraydi ekansiz. Men tasavvur qilgan olam bo'shlig'i sayohat qilish usulining to'g'ri xatoligi pat yaqinda isbotlanadi. Bu hargizmi jiroq kelgusdagi ish emas. Suyuq jismni yiqilg'u qilgan raketani birinchi qatim sinov qilib yasagan kishi amerikalik Robert Ekiyokidar. U 1926-yili tunji raketani qo'yib berib muvaffaqiyat qozondi. Bu Sovet ittifoqining Moskvadagi olam bo'shlig'ini echish xotir munorasi. Bu yerga g'oyat zo'r haykal o'rnatilgan. İnsanlar yaşantı kadar ölçüye dilemeyin. Ular yoruluk ve boşluk doğrusu üstünür. Atmosferin sırtında öz maharetini yapılır. Solkovskiyning tug'ilganiga 100 yil bo'lganda Sovet ittifoqi insoniyat tarixidagi tunji sun'iy hamroni qo'yib berdi. Xuddi Solkovskiy degandek sun'iy hamra sekundiga 8 kilometrlik tezlikdan yer shari orbitasini aylandi. 1959-yili Sovet ittifoqi oyga ko'p o'g'illik raketa qo'yib berib, oyning yer sharida ko'gil bo'lmaydigan orqa tarafidagi ahvollarni suratga oldi. Oydagi halqsimon tog' tizimlarini tunji qatim bayqab, Solkovskiyning olam shumul to'kpisini xotirlash uchun bu tog' tizimisiga Solkovskiy deb nom berdi.
Solkovskiy aytgandek, insonlarning quyosh atrofidagi bo'shliqni qo'lga keltiradigan davri cho'qim yetib keladi. Bo'ldi. Xo'shamisa. Sayohatchilar, olam kiyimimiz Yupiter orbitasida ketyapti. Hozir yer sharida tushdan keyingi soat 2 bo'ldi. Tokyodagi top maydonida Gigant komandasi bilan Aykrot komandasi o'rtasidagi kaltak top musobaqasi jiddiy davom qilmoqda. Ko'rishni xohlovchilar 006 olam bo'shliqi kanalini ochsa bo'ladi. Voy, yer sharidagi televizorni ko'gil bo'lgan-a? Aka, televizor ko'raylik-chi. Ma'qul. Yaxshi top. Sizlikdan chiqib ketdi. Birazdan top tegmidi. Ha? Oldi. Yetishib olish uchun Gigant komandasi hujum qildi. Hujumchining ismi Junjan. Junjan, ayrim qo'y. Junjan. Hey, nima qilgani bu? Hozir Junjan top boshladi. Birinchi top, ikkinchi top. Hujumchi Junjanni ko'ryapsizlar. Junjan 8